Hammaga salom. Dilles O'zbekiston kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videoda biz yozgi yangilanishda o'yinchilarning reytingi qanaqa o'zgaradi, qaysi o'yinchilar reytingi oshadi-yu, qaysi o'yinchilarniki tushadi, shularni aniq faktlarga asoslangan holda sizlarga aytib o'taman. Hop, birinchi o'rinda tarkibimdagi o'yinchilarni aytib o'taman, keyin boshqa nomdor, kuchli o'yinchilarni aytib o'taman. Hop, boshladik unda. Birinchi Donnarumma 85 reytingda hozir, 85 reytingda qoladi. Sababi bironta kattaroq titel yutgani ham yo'q yoki yomon o'yin ko'rsatgani ham yo'q. Shuning uchun reytingi 85 reytingda qoladi TLSida. Hop, Ashraf Hakimi ham 85 reytingda qoladi. Yozgi yangilanishda agar jahon chempionatini yutsa yoki jahon chempionatida yaxshi qatnashsa, Hakimining reytingi oshishi mumkin. Hop, Gabriel Magalayev 85 reytingda qoladi. Sababi yomon o'yin ko'rsatgani yo'q. Virgil van Dijk ham katta ehtimol bir reyting tushishi mumkin. Sababi bu mavsum Liverpool deyarli titel yutmadi. Shuning uchun 84 bo'lish ehtimoli ozgina bor. Hernandez hozir reytingi 82. Bu ham 81 reytingga tushishi mumkin. Sababi Saudiya Arabistonida faoliyatini yuritmoqda. Hop, Usmon Dembele reytingi 86 hozirda. Agar Chempionlar Ligasini yutsa bilmadim, 87 ga chiqishi mumkin. Valverdeni ko'pchilik ko'rishlari mumkin. DLSida yoki boshqa YouTube'dagi shortslarda 86 qilishyapti-yu, lekin 86 bo'lmaydi. Sababi Valverde bironta ham titel yutgani yo'q, lekin yomon o'yin ko'rsatgani ham yo'q. Hop, Bellingham 84 reytingiga tushgan, ammo 84 reytingda qolsa kerak. Vinicius Junior 85 reytingda hozirda, lekin yozgi yangilanishda 85 reytingda qolishi mumkin. Sababi yana o'zini eski formasini tiklamoqda. Hop, Erling Haaland 86 reytingda va 86 reytingda qoladi yozgi yangilanishda. Mbappe ham 86 reytingda qoladi. Hop, Rafinha ko'p jarohat olmoqda, 84 ga tushish ehtimoli ozgina bor. Juda ko'p emas. Hop, Rodri yozgi yangilanishi katta ehtimol 84 reytingga tushib ketadi. Sababi ko'p jarohat olmoqda va o'yini ham oldingidek emas. Hop, Bastoni o'yini yaxshi, 84 reytingda tushmaydi, 84 reytingda qoladi. Hop, Alexander Arnold hozirda 82 reytingda, 81 reyting ham tushishi mumkin. Sababi titel yutmagan, ko'p jarohat olmoqda, shuning uchun tushishi mumkin. Hop, Saliba ham 84 reytingda hozirda, 84 reytingda qoladi, bu aniq. Hop, Marquinhos 82 reytingda hozir, lekin 81 ga tushib ketmaydi. Sababi Paris Saint-Germain chempion bo'ldi ligasida va Chempionlar Ligasida ham finalga chiqqan. Hop, va albatta hammamizga qiziq bo'lgan Abduqodir Husanov hozirda 85 reytingda. Yozgi yangilanish katta ehtimol yoki 78 yoki 79 reytingda keladi. Hop, yana kim bor? Alvarez ham 84 reytingda, 83 ga tushish ehtimoli biroz bor. Yildiz sariq kartali playeri 80 reytingda, 81 ga chiqish ehtimoli bor. Hop, endi yana boshqa o'yinchilarga kelsak. Hop, Thibaut Courtois hozirda Real sharafini himoya qilib turgan darvozabon 83 reytingga tushishi mumkin. Bilsanglar, sababi jarohatlar bo'lmoqda o'yinchida ham. Hop, mana Williams 80 reytingda qoladi. Pacho 83 reytingga chiqishi mumkin. Hop, yana himoyada Carreras bor. Realda Carreras 79 reytingga chiqishi mumkin. Yoki 80 ga chiqmaydi hali beri. Hop, Rudiger reytingi pastlaydi va Militao ham reytingi 80 reytingga tushishi mumkin. Carvajal reytingi ham 81 dan 80 ga tushish ehtimoli ham bor. Hop, Chouameni 82 reytingda qoladi. Kamavinga esa 80 yoki 79 reytingda bo'ladi yozgi yangilanishda. Va Arda Güler ham reytingi oshadi. 81 yoki 82 darajagacha ko'tariladi. Brahim Diaz. Menga qolsa Diazni
79 yoki 80 ga chiqarib berardim. Sababi juda ham kuchli o'yinchi, iste'dod, talant. Hop, yana qaysi o'yinchilar esdan chiqib qolganini kommentariyada yozib ketinglar. Agar shu video yoqqan bo'lsa, videoning ikkinchi qismini ham olamiz. Boshqa o'yinchilarni ko'rsatib, yana ham yaxshiroq holatda. Albatta bu videoga like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat.